sizlar nima his qilmaysizlarmi shunda? Уже o'rganib ketgan. Qani ovqat yeganinglarda tushlaring. Real murdalar tanasini o'rganish uchun mo'ljallangan. Qiyinchilikdan qo'rqmaydi. Chunki tibbiyot bu universitetga qadam qo'ygandan boshlab to nafaqaga chiqquncha o'qishdik. Mana shu yerdan top pastgacha boshim aylandi уже. Janubiy Koreyaga juda ham ko'p grantlarimiz bor. Поступить в Корею, я слышала, что тут можно 2 на 2 улететь в Корею учиться. Hyundda kontrakt narxlari qanaqa? Hammaga qiziq savol nechi puldan boshlanadi? Butun dunyo qizlari uchun qiziqarli bo'lgan fakultet yo'nalish. Hozirgi kunda ayniqsa dolzarb, ishonchli kosmetologlar, shu yo'nalish bo'yicha masalan nutritsiologiya, kosmetologiya. Grant asosida o'qish va undan keyin 100% stipendiya olish imkoniyatini ham yaratib berdi. Janubiy Koreyadan kelgan xorijiy mutaxassislarimiz to'g'ridan-to'g'ri talabalarimizga dars beradi. Va Janubiy Koreyada tahsil olish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Nafaqat amerikalik, balki boshqa xorijiy davlatdan ham bu yerga kelib o'qishadi dedi. Hello. Wow, bitta muhim voqeaga duch keldik. Miyazakini animelarini atmosfera, san'at haqiqiy qadrlanadigan har bitta ish. Zo'r va shunchaki til ojiz. 감사합니다.